Assalomu alaykum. Navbatdagi operatsiyamiz bemorimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan Amudaryo tumanidan bemorimizda L4, L5 sohasida katta sekvestrlangan disk churasi bor. Bemor yura olmaydi. Ya'ni oyog'ida kuchli og'riq, uyushish, kuchsizliklar bor. Bugun bemorimizga biportal endoskopiya bilan disk churani to'liq tozalab olib tashlaymiz. Xudo xolasa bemorimiz ertaga turg'izib yurgizib sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Operatsiya jarayonimizni kuzatib boring. Sizlarni qiziqtirgan savollarni kommentariyada kutib qolaman. Olish jarayoni mana juda katta. Mana bu grija deyiladi. Nerv qisib qolgan. Juda ham bemor yurishi qiyin. Mana shunaqa. Bu dori qo'l bilan ketmaydigan holatdagi grija bu. Ko'rsangiz, juda katta mana. Hali ichini yana tozalaymiz. Bemorimizda disk churasi to'liq tozalab olib tashlandi 4-5 soatdan. Mana qarasangiz, shuncha grija chiqqan katta. Bu hajmdagi grija bemorning oyog'ini qisib turgan. Hali ko'p suv bilan ham chiqib ketdi. Asosiy chiqib ketgan grija mana shu hisoblanadi. Bemorni o'ng oyog'ida mana shu narsa kuchli og'riq bergan. Bemorimiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan Amudaryo tumanidan bemorimiz L4, L5 sohasida katta grijasi bor edi. Kecha biportal endoskopiya bo'yicha olib tashladik. Juda qiynalib yurgan, o'ng oyog'ida juda kuchli og'riq bor edi. Xudo xolasa mana bu qayta emlat tekshirib o'tkazdik. Emlatlar toza, yaxshi. Endi o'shaga to'g'ri rejim bilan tushuntirib beramiz. Sog'lik salomatlik tilayman sizga. Sog' bo'ling. Charchamang.